Bolada gijja borligini qanday bilish mumkin? Qaysi tashqi belgilarga qarab turib taxmin qilish mumkin? Tashqi belgilarda mana bolada yuzida oq dog'lar paydo bo'ladi. Ko'p oq dog'lar bo'ladi. Badanida bir xillarda allergiya toshishi mumkin, bir xillarda soch to'kilishi mumkin. Keyin analizdan bu yerda ko'proq kam qon bo'ladi gijjali bolalarda. Chunki ko'proq o'sha ichida rivojlanadi-yu bu qurtlar. Ular o'shani ichidan ovqatlangani uchun уже kam qon rivojlanib kelaveradi bolalarda. Qaysi tahlillar bolada gijja borligini aniq ko'rsatib beradi? Bu yerda kal-naitsiglis deyiladi, 3 kratni 3 marta anusdan olinib, ana o'shanda ko'proq tahlil qilinadi. No qonni gijjaga tekshirish menimcha yaxshi natijasini men ko'rmaganman. Asosan saskopdan olinadi. 3 marta cherezin qilib turib saskopdan olinadi, ana o'shanda gijja chiqishi mumkin. Shirinlik gijjani keltirib chiqaradimi yoki oziqlantiradimi? Yo'q, u shirinlik birinchidan gijjani keltirib chiqmaydi, u oziqlantiradi faqat. Gijjasi bor bola har 6 oyda davolanishi kerakmi yoki bir marta yaxshi davolangani yetadimi? Yo'q, har 6 oyda profosmotrdan qilib davolanib turgan yaxshi bo'ladi. Bolaning sog'lig'iga ham yaxshi u narsa. Necha yoshgacha? Gijja nafaqat bolada, balki katta odamlarda ham bor gijja. O'shaning uchun yoshi aniqlanmaydi. Bola emaklashni boshladimi, bo'ldi, unda уже qurt bo'lishi mumkin. Chunki yurgan paytida, emaklagan paytda hamma narsani bular og'ziga soladi. O'shandan keyin qurt yo'qaveradi. Kattalarda nima deymiz? Mana masalan, bozorlarda boramiz, uni yeb ko'ramiz, hammasini sterilniy qilib siyamiz ularni. O'shandan kelib chiqaveradi.